Cerman tüleyse. Cerman tüleyse. Cerman tüleyse. Nimeni kovlaysa? Ben senden Keriman'ı sorum ya. Bak gel. Kete bak. Kavam emek. Kete. Cerman tüleyse. Cerman tüleyse. Söylememse, Cerman'ın söylememse sen Aman Gül! Oy, yaxşı mı? Amma yaxşıdınız mı? Aman Gül, Diyeceğim teştik mi? Sepen jarayanda taza çarçıgan size. Ben sizin tanımadım. Bursan Yezdik hükümetinin şoförü Ahmetcan bulumu. Meni Eziz Şoji aldığınızda evetken idi. Mandaqdan, dadam özcü. O Yezdik kadrlarına yığın içip kaldı. Neçə gündən beri sal aldıraş olup kaldı şu. Şundaq mı? Mağayla əmsə sana. Mağayla. Maqıl əmsi. Təsdiq qalğandı. Yürün. Buyurdu. Yürün. Bu bir yıl jarayanda taz japa çəkdiniz, hə? Ondaq məməz. Japanın rahiti bolursun. Yürün. Maşına av yaptı qalğan. Maşına əne. Yürün, av yaptı qalğan. Yürün aslanlar. Öy içən neydən ultdan тұрып atqandı? Ultdan тұрып atqandı. Менің чоң анамның бәрін тегін келген. Машинадан шығайды. Қане, машинадан шығайды. Қане. Sağlam, yolda gelgice pek çarçap ketkensiz akıcan. Aval bizim öyge berip aram elevelip andan yüzüge baraylı bolandı. Bunca olam emes. Ögünüşünüz pek çapalıktırsa. Yol azabı, gör azabı degen gep var emasmı? Şunu deyme. Qaytib kelgininiz nayti obdan bo'ldi. Eziz Şojining har bir sorun ham yig'inlarda sizning gapingizni qilmaydigan biror kunimi yo'q. Yanılı şu yezlik hükümet tarmağıdaki 300 mo'luk bağlanchilik meydanidan gipidik şu. Shu bo'lmaychi. Bağlanchilik meydan Postaniyesining go'har tug'digan to'xosi dama. Kirimi haqiqatan shuncha yaxshimi? Onu bir dema. Har yili mevalardan qildigan kirimidan boshqa mevilik, mevasiz ko'chat ham qalamchilardan necha yuz ming so'm kirim qiladi emasmi? Kirimi nihoyatda yaxshi. Şu dadam meni Yezigilik universitetidan bağlanchilik kasbida o'qitdi emasmi? Eziz Şoji rostali yiroqni ko'radigan odam. Bağlanchilik meydanining texnikasi bormi? Bah,
lekin Mahmudxon akamiz hozir qiyirib qoldi. U sizning kelishingizni to'rt ko'z bilan kutib turyapti shu. Voy, uygim kep qaptiq. Gap bilan bo'lib, uyga kelganimizni o'qmay qaptiq. Keldik Şeyli. Şeyli. Shaharning manzarasida ajab o'zgarishlar ko'p bo'lib ketibdi-ku. Shu emasmi? O'zgarish bekla tez. Amangul, avval To'qmoqli kentidagi onangizning qishiga boramsiz yoki Udulib Bo'ston yezliq hukumatga boramsiz, ha? Avval yezliq hukumatga berib, dadam bilan ko'rishib kelay. Sizlar bilan atgan qichi ko'rishamiz. Bo'ladi. Xudo o'ylabsiz. Ma'qulamiz. Xo'sh. Ma'qulamiz. Xo'sh. Xo'shamiz. Ma'qulamiz. Xo'sh. 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 Sizni ben sevginib ketdim dada. Yaxshitirdingizmi? Yaxshi. O'zingizcha. Yaxshitirdim dada. Qizim. Yerina dada. Siz o'rta maktabdan boshlab shaharda yotoqlik maktabda o'qig'achqa ancha bilib ketmaysiz. Bu odamning g'alati bir laqimi bor edi-ku. Nima? Jarimada. Buni unutmabsiz ha qizim. Bu ish tushimdagidek esimda bor dada. Kentimizdagi cho'ng bolalar jarimana degan laqamni qo'shaq etib o'ynaydi ekan-toq. Bu ish tushimdagidek esimda turibdi. Dada, bu odamga nima ish qilib bundoq laqam qo'yilib qolgan bo'g'iydi? Deb bering dada. To'g'ri. To'qmoqliq kentida mahsulot ko'tirib berilib, uzun o'tmayla Mahmudxonning kent boshlig'i degan nomi jarimona degan laqam bilan almashib qoldi. Chunki yangi iqtisodiy siyosat yurgizilgandan keyin 2 yil ichida ko'ni qarzlardan qutulganning tashaynida xelili atlinib chiroyiga qon yugurib qolgan dehqonlar Mahmudxonning oldiga berib qarz osh, qarz pul deb uningga yalvurmaydigan. Qutqizish uchun kigiz ko'pa, kiyim-kechak bersilar deb chiroy sarg'atmaydigan bo'lib qolgan edi. Rastlaydi. Dehqonlar Mahmudxon boshliqning oldiga berib qarz osh, qarz pul deb endi yalvurmaydigan. Qutqizish kiyim-kechiga kigiz ko'pi bersilar deb yelinmaydigan bo'lib qolg'achqa izzat obro'yim tiringida o'rilib ketdi. Amilim bo'lsa qeri eshakdek asqatmaydigan bo'ldi deb ko'ngli yerim bo'ldimi nima? Jarimoni bilan o'zini xo'sh qiladigan bo'ldi. Shu. O'g'illar, olimlar turli kashfiyotlarni yoritdi-ka. Nima bir kent boshlig'i bo'lgandan keyin jarmonini kashf qilib dehqonlarga o'zimni bir tuntib qo'yay dedim-ya. Shunday o'xshaydi. U mukofotlash, jazolash prinsipiga yo'lab har kuni yangidan yangi jarimalarni qo'yib agashga u laqam pichib tikkan tambaldek uningga kiyilib qoldi. Shu kichik bolalar qo'shaqimi qaytyapti. Qaranglar. Voy, rostga keldi. Mana ekan bu, ha? Ma qushqachi, Mahmudxon boshliqning qushqichi bu. o'zim qushqashi. Baş. Mahmudxon boshliq ashunda qilaveradigan bo'lsa, rastilla o'tdan aplaydi jamoa.
Uca, ahir aşında qilib olmasa beshini yeydi, ha? Voy xudoyim ey. Mahmud xonakam bek adovatxo'r odam. Ular uni nemancha masxara qilishadigandu. Mush iziz akamning cho'z mijozini qanday qilsam bo'lar? Voy xudoyim. Digini rost, to'g'ri. Hey, ağilla, o qo'shaqmicho, mush iz tükaşdan keşfiyatı dengla. Hey, ağinlar. Kent başlarının xotini Oyxon Gildan ko'ch qo'yladi-chu. Bizning odamga jarimani suratlik jinjaplashib o'xshaydi. U kechilarimi jarimani deb uyg'onib ketadi deb yurgidak. Ha. Bo'libmi sulton shoh kanat boshlig'ining jarmonisi kundan kunga ko'payib, xuddi yomg'irdan keyin shumbida ko'klab ketdi. Ey birodarlar. Oyxon ochimizning dadi ichiga sig'may qolgan gap. Bir kechasi kent boshlig'i jarmona degunicha xotinining ko'ksini seg'vat qildi. Meni qilgan mushu tikvoy. Yaxshi oldu. Chala. Hey, tikvoy. Tünegin xonaqqa su boshlab etgan qanaqchani ida biz anglab baqili, ha? Baba, eda. Beşimdeki doppamning suv şolesi. Beşimdeki doppamning suv şolesi. Bizni başlık Mahmud Xon Jirmona shaydosi. Bizni başlık Mahmud Xon Jirmona shaydosi. Jirmona deydi her mukamlar keltirip. Jirmona deydi her mukamlar keltirip. Şudumu kaplaydı Jirmona ündürüp. Şudumu kaplaydı Jirmona ündürüp. Vaş, Mehmet Kekeş, Semet Kuşkaş. Özümün kimligimle bir tanıtmasam. Mahmut Can bombayı ketey. Bulup mu eziz? Körüp dur. Amirgan Gül Ayşem. Tun arısı Gülver Kallanı maymunda çiğkırtı taza. Öpkağını içinde bir kakay ki. Müngüzüne tuyuğun ten çiğkırıp kessin. Hey Mehmet Dikeş, bu kulaklarını zıplamazsan ko. Ha? Her mosığa beş koydun. Yaza kaç büke.
15 koy. 15 koy cerima tölese. Aldı mı? Hey Samet Kuşkaş. Buğdaylarını acep alı terip sen ko. Ha? Ha, Meyege, linde teripden meyege. bu yanın döngüne ilyaptım ben. Her mosuğa alt koydun. Cerima tölese. Aldı mı? Ha? Kolda birinin olmasa nimeni төлeymen, ha? Ha? Yaza. 24 koy. Anladın mı? 24 koy. Ha, yaza. Eğer onu töleğine pul olmasa, uyuda nim bolsa, şuna hesapla bekitimiz. Anladın mı? Anladım. Bakma. Gülverhan, bu kır nemişka tüptü senin mi de? Ha? Oy, qayeri tüz olmaptı başlık, ha? Dendi sağan taxtidek tüp düz turmamdı mana. Vay, tolu kasaldırmay. Cerimanı tölüsle, yaza, buğalter. Vermosuğa alt koydun. Neçke? 18 koy. Ha, 18 koy cerimanı. 18 koy. Bu başlık. Men bolsam, muşu yalğız kızım bilen künlerim ilan salan gorgül ütüvatkan tul xotun. Kanayğı yağlaydıgan yağ yok. Sunayğı nerede turuptu degendek. Siligi berdigan jarimanı nerede turuptu? Buğalter, derhal onu uygu verip, cerimanı yargıdek bir anasını ammızak, sıkçandan başka nasi yok olsaydı bu dellide. Bana ya. Maqul, şunda qilayli. Boldu. Çıkar bu yaka. Kılıçay kutu. Köylülük ana Koyup kösek verdim misin ha? Çile, bu yaka çile aldı bilen ha? Şu görgen gibi battı ha? Boldu Çile. kıl, boldu kıl. Bugün sana üzerine bir köz koymaydıgan Koymak bolsam. değme, hey, koyma. Aldırmay dur ha? Kandım ama. Hey, Sana üzerine bir köz koymuşsan. koy bir de kutun ötürüp kalay. O hemen imanda. Üzerine bir köz atmışsan sana. Boldu, koy versin ha. Hani roçulu kızını bir göre kile bu yaka ha? Şu görgen gibi battı ha? O da acıda bulmaydıgan bolsan sen bilen ha? Üzerine bir köz kile. Karanlığa halayık, mavi kutun bizden bu kucak mozaylap tuş görüp demen deydi. Muşundaq tuş gözü bulandı. İtiz eriktin ot aldın dep birgi jarimanı töleginimiz oğaz kelgendek endi işkigi tölemdik desem tuş görgengi nim boptu deydi. Men deymen bizden tokmaklıkta kekirsen mi, yütelsen mi, şükürsen mi, hatta kırt dedi çıkırversen mi, jarimanı tursa desem bu xutun hem makule meni kırt dedi çıkırıp etadigan usagak köydün mu dep yakamdan aldı. Hey, u degençe çüş. Unog'ni jariman qo'yg'iltirsa bu tokmakda yaşamdoq yo'q biz ha? Qandoq degan gap bu? Hey xutun, jarimani dep tamg'u üstüvatgan yerda tush ko'rganga jarimani qo'ymay qolamdi. Ha? Nima qo'ydikan? Kimga qo'ydikan ha? Kimga qo'ydikan gap qila? Kimga qo'ydikan jarimanini ha? Ajab zuvaning tutilib qoldigan-de. Gap qila. Ha? Kimga qo'ydikan? Qandoq yoshga bizga jarimani qo'ydigan? Ha? Qila qo'ydiqsinchi. Uruşma la. Ha kutun uruşsuma ceriman töleysine.
Selime ha bakka tetkoy. Ahmet Kavgaga 5 koy cerimane. Oy, onda qımızsa canım başlayaq. Uzmamit xınıka, bunundan keyin düşümüzni örmeyli, soqışmaylı. Balamda jerimanını bir qaqlı basla. Balamda başlayaq. Ay, başlayaq. Men sizga gap qilyapman. Başlayaq. Onda qımızsa, jerimanını bir yoqla basla. Meni tanıştırma. Ma Mahmut Xan'ni unutup qalishma, jima qasam. Qammaymiz Mahmut xon. Onda qımızsa. Denegen Mahmut xanıkan, Mehmet akam, Samet akamlarga jerimani qo'ydi. Bizga qirni rus sanmabsan deganni bahona qilib, Boğalter katehdagi 3 million bir xo'rozni ip ketdi. O'ylab beqing. Mening ya dadam bo'lmasa, yolg'iz onam ashi to'xalaning tuxumini setib, uy xarajat qildigan tursa, voy xudoyim ey. Gülayşen, nima deganingiz bu? Biz nima qiptimiz? Men qiptiman deysiz-ku. Tülgün Mehmet akam, Samet akamlar bilan etizlikdan nimalarni deyishdinglar? Meni bilmaydi demsiz? Men hozirni berib, to'qolaringizning hammasini akab beray. Qara bu munofiqning ko'nglini qorlig'ini. Voy, bo'ldi qilingmi? Sizning ashi mijozingizdan ansirab, sizga birini deyishdimi qo'rqimi? Ishni siz yo'g'in deb aytmoqchimi? Bunda qilsangiz qanday bo'ladi? Gülayşen, ularning qilayotgan ishi butunlay xato ish, bilamsiz? Uning xato bo'lsa-mu, u degan kent boshlig'i Kadir, bilamsiz? U degan Kadir. Unutib qolmang, u degan Kadir. Ams Kadir deb alam yutib o'ltirmizmi? Jinim iziz, unda kajlik qilmang. Dehqonlarning pul, oshliq, qo'y o'shga, to'q kigiz gilam qatorliq narsalarni jerimaniga sundirib, kadrlik hayvon xumarini qondirib lazzat elayotgan kent boshlig'i Mahmud Xonning jerimani kunduzi xiyolidan kechsi tushidan chiqmag'achqa mushu kunlarda pat-pat jo'ylab turib ketadigan bo'lib qoldi. O'lishkin kechimi o'tiqi İştirak deyiringlar. Qodirxon, bo'lsa teza. Mana beryapman. Xaltin akaslar. Voy, sen kayinda qapsan-ku? Hozir yetishmayapti. Voy, tinchlikmi? Hey, qiz qadamda bu. bizga tarjimon jeriman to'laysa. Hey, to'xtag'ina. Mana kelib o'tay. Chaqan bo'ladi. Bo'ldimi? Jerimani. To'laysa. To'lamay. Nolmas. Men Mahmud Xon, o'tib. Jeriman to'laysa. To'lamamsa. Jerimani to'lamamsa sen bir to'lamagan odamni ko'ray. To'lamamsa. Seni ben boğup öttürdüm jerimani to'lamamsa. Qo'yim tova. Qo'y qanday qilay? Voy tova. Tova. Qo'yin deyotgan xotinimni jarimani oladigan qanday tegib bas go'daydi bu? Ha? Jarimani olmagan men qoldim endi. Tova. Ne bo'ldi ular xotin? Nima adamlar? Bu urib yuribsizmi? Jarimani deb tovlab, yerimni bo'g'ib o'tirib qoldi tasqonlar. Ay, xapamanglar xotin. Shunda biri chaqirganda qildi. Shuning bilan bu chaqchimi jarimani deb endi hijib yoki jarimani deganinglar shivirlab, ushaq barmoqlaringlarni nimalarni sanagandek va qo'yning dumisini sinagandek qilib bir qopdan jo'ylaydinglar. Ajab bir necha qitim bo'ldi. Tamlardan jarimani so'rab, qosh qopig'ingni yerib oldinglar. Mana bugun bo'lsa, mendimi jarimani olmoqchi bo'lyapsizlar.
Voy Xudoyim. Siz neyliqi yoshi qandag'an bir o'qitvasak bo'lamdikin? Ya o'qitimi jarimandan qo'rqib kelmay qolammi? Endi bu uyga qandaqmi qilamiz? Hajab to'ydimmush jo'ylaydigan ishlardan. Hajab to'ydim. To'xima va xotat. Tova. Öyleki eziz çıkvaş şunda cerimane tölegili unmevedi. Şunun ulan sılının kanyonunu sıktım emez mi? Ben bundak söylemeydim ha. Xudoyim. Onamni uyga kelsam bo'g'dak. Bu xudoy meni jariman to'la deb gelimni bo'g'ib o'ltirib qo'ygan o'xshaydi bu uyda. Unda qimaliq o'tin, men sizga bir konalik tava berey. Etsiz evre ko'chko'ylarda siyg'izxonda sharaqshib, maashni haqi tepishmalajim ha. Osh iziz tukvash bilan ishqinlarning purchig'i hajabmi pishmidi? Qachonla qarsa ishqinlar osh kashk chuchuk xo'rozdek so'qishib yurdi. Ağinler, kelinglar, birden o'tirlar. O'ltiraylik. O'tiringlar. Mana endi iriqlarmi tütüz ravallashdi, ha? Ravallashdi. At suv başlasak, sularmi tütüz jorg'ilab ketiyordu. Qandaq dedi, ha? Hajat mağardığı kişi. Ekranlar birden o'ltiraylik. Yürü ketdi. Hani burası bugün qilib ishimizni qilib oldik, ha? Shu. Ey og'inglar, Oyxon bo'da ko'ch-ko'ylarda etiz qiladi, g'alit bir gaplarni qilib yuradi. Sizlarning texnik xabaringlar yo'q o'xshamamdi. Shopdi. Sizlar desam bog'u, u to'g'riliq yen qo'shaqlarni to'qilib bo'ldi. Ha, shundaqmi? Shu. Chiqib ketganda bu. Hey, Ezes, birdan hadiq chiqamaylimi? Ha? Sizning naqshangnimi? Toza saqlab turadi. Shunda qilaylik. Toza bir chala. Bana tepip Mahmudxon, ilib tursan jirmona. Bana tepip Mahmudxon, ilib tursan jirmona. Men kirdim u sidiye, qina almam sen jirmona. Men kirdim u sidiye, qina almam sen jirmona. Cılıp tahta peşini, ündürdün sen cirmana. Cılıp tahta peşini, ündürdün sen cirmana. Çine kaçırdın kançini, ündürdün sen cirmana. Çine kaçırdın kançini, ündürdün sen cirmana. Çine kaçırdın kançini, ündürdün sen cirmana. Kapçıkvaş, ha? Sen beni koşak ketip, kasat pazarda bir pulga erzan, iki pulga kımmet kılıvettin ha? Qarab dur,
Men sana aytala özümni bir ko'rsatib qo'ymasam, kent boshlig'i Mahmudxon bo'lmay ketay. Hap. Qo'noq bilan kivazni buda bir qitim sug'urib olsa, yoqsi eshilib qolgan kivaz g'o'zlari echilib, deni qaytishay degan qo'noqlar yana o'siz kelishib bo'g'icha pishib ulgurgidek. Yana bir navbat o'sli elib olg'idekman. Bala. Bak konak ve kivezlerini çıkıştırıp tushguncha kuzgi terib et. Bo'lmasa old ko'ydan jeriman to'laysa. Uqtimi? Neza? Mahmudxon aka. Yozdingmi? Kivaz bilan qo'noqqa suv boshlamoqchiman. O'siz kelishib bo'g'icha qam qo'noqlar pishib, kivazmo yana bir qitim eshilib ulgurdi. Yo'q, bo'lmaydi. Bu degan siyosat masalasi. Ha. Yuqoridan qarorda 10-oyning 15-20larigacha kuziga terish deb belgilangan-ku. Hey, ish bilmagan xambala, siyosat deganni jonliq ishlatchilik. Men budan kep bo'g'ichilik, men deganni qilaver. Bo'lmasa qo'shtab jeriman to'laysa. Uqtimi? Ha? Ha, chiqvash. Men deganda qilchimi? Mana bu daryoda suv uloq. Lekin ishni buzib, dehqonlarni qaqishtirayotgani mushiningdek kichik erixning mirablari. Qani, qo'lingdan kelganini qil. ha, qani, ha? Quloqlarni chopmabsa, kimazlarni tekshirib bilamabsa, 11 million yurg'ini har mo'siga 6 qo'ygan. Nech pul o'ziga? Bu 66 qo'y. Ha, 66 qo'y, jeriman to'laysa. Ha. Juba? Oldimi? Asta, foydaziyonga o'zing ega degan gaplaringga ega bo'lishmamsan? Nemi yig'nag'ushdek dehqonning ko'ziga tiqilib olasan? Dehqonning do'lisi amdila atlab ko'rib edi. Shuningmi ko'zdan qiziryapman-da? Sen, hey, ben Elhamdülillah. Bize bularning jarmonasi qora hukumatning sesi aşağılardan mı köpeyip ketdi qo'tan. Bularning amal xumar tutgan seri jarimanasimi to'lib ketdi qo'tan. Bir kun jarimani olmasa, kechisi ko'ziga uyqu kelmaydi. Kunduzi yegan ishi osh bo'lmaydi bu haqni. Sana 66 qo'y jarimani emas. 66 tal qog'ji gidisimi yo'q. nima? Endi-da? Berib xotining oyog'ini ishaq qilib meni Sen qonunni bor. to'xtab tur. Bichitmayman. Buxaltir mana. Xat to'xtab tur. Voy! O'zini sağ bir ko'z. Voy. Ata qo'limni qarab turmay. Xat. Voy. Mana chimlarga. Og'iz burnini bulat chiqarib bo'lsam. To'xta, aldırma. Çıkmış. Aldırma. Siz kent boshlig'iga aytishimiz qandoq? Ashu qarniyatga kelinib ketaymanmi? Men sizni yilning demadim-ku. Faqat xorasida kulki qolmasa ekan deyman. Uning boshqa jati kuchim yetmagandan keyin masxara qilib bo'lsa-mo, uchimni olaman. Kent ichida uni sestib etman. U sizni noylik hukumatga chiqib, Unda qismi tex yaxshi. nima? Siz meni Siz meni nimadan teriktirasiz? Sizga bir ish bo'lib qolsa, men qanday qilaman? Bo'ldi, yig'lamanga. Men yuqoriga uning ishlarini imkos qilishga sharoit bo'ladi degan maqsadda shunday dedim Guloysha. To'g'ri shuni. Ko'nglim bir qismida turdi. Sizdan bak ensirab qoldi. Bo'ldi, yig'lamang deyman. Meni xato tushunib qolsiz. Men unaqa demoqchi emas, ha? Bu kunlarni uyutib ketadi, ha? Eski.
kent başlığı Mahmudxon tunnis bilan jo'ylib o'rnidan turib ketdi. Uning qattiq turadigan mushtlari quloq tubidan shiddat bilan egiz ko'tarilib, taxti beshig tegishi bilan dastilaylik ichine uning beshig jaranglab tushib, cho'qqisini yerib etdi. Tov demek iloj yo'q. Ölmekning ustiga tepmek degandek, yana bir oyoq qaytiqmi yumilab tushib, uning yuz ko'zlari va usti boshlarini bulg'ab etdi. Voy otam, voy qanday qilay, voy beshik yeygan juvoynimak. Voy jariman jinchaplashgan sarang. Nima qiliqdi bu? Nima qiliqdi? Tova, tova, tova. Voy qanday qilay? Qanaqaga maz ko'tirib bas. Maz ko'tirib bas, maz ko'tirib. Mana besvatman. Mahmudxonning cheche, og'zimda nima ish qilganda? Meni to'yg'izadigan o'xshaydi bu odam. Voyjon, voyjon. Mana. Voy tova, voy tova, qanday qilaman, qanday qilaman, qanday qilaman. Voy qaysing bu? Voy alvasti abga. Xo'shlarning oldida yana shavamni chitqi yaymoqchimisan? Aqlini chep ishgan divang. Yeliq kechsimi, mushundaq vaqirab mahalli ko'y, xulim xo'shlar yig'ilib ketib, nimalar deyishmidi? Shularni unutib qoldingmi? Germana, 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 voy, voy, voyjan, ha? Voy qanday qilay, voy qanday qilay. Voy odamni qanday qilaman? Voyjon, voy odam bormi? Voy qanday qilay? Voy odam bormi? Odam bormi deyman? Voy odam o'zi, voy chaqay kelinglar. Voy qanday qilay? Voy tova, 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 voy tova, qo'shilib. Sizda vaqirab ketdim. Ko'rishmandilar. Ama bizni oydaki cerimani cini çaplashgan sarang. Kamg'u üsüp baş gözünü yer oldu qarashmanda. Qo'rqib jinim chiqaydi demasmi? Qandaqmi qilaman? Qandaqmi qilaman? Ben qo'rqib ketdim jumuslar. Mahmudxon boshliq jarimani so'rmagan tam qopdi-da endi, ha? Qandaq qilay, qandaq qilay, qandaq qilay. Mana ishva o'xshaydi qo'shillarim, mana ishva o'xshaydi. Qandaqmi qilaman? Mahmudxon boshliq jarimani so'rmagan tam qopdi-kanda. Xo'p, bo'pti. Biz dehqonlarni ashimda qaqshatgan ekan. Xudoyim shundoq jajisini berdi. Ajab obdan bo'pti. Tova Xudoyim, tova. O'zining uyining temidimi jarimani oladigan qanday qadam bu? Uning rostli jarimani jini chaplashgan o'xshaydi. Hay Oyxon, jarimani degina qaraganda a'lari shamoldarib qolgan o'xshamamdi. Xudoyim, tova. Oshixon Dohani chaqirib bir o'qitmasi bog'dakchiman. Jinlarning ichida kanat boshlig'i Mahmudxonni bir badaklar gap qildi kalla. Sizlarga desam bag'o Germani dedi daverish shamoldarab qolganlikdan emas u. Balki beshida eliqen nima Lingirtoqda o'ynayotgan amal tadisidan ansirab o'ziga tepib olgan ish u. Ko'pchilik, men qaranglar. Bu ish to'g'riliq. Ishnim deb bo'g'il bo'lmaydi. Nasir Naskal jinlarni bir qavm deydi ekan. Shuningga qaraganda Mahmudxon jarimandan bir bo'lsimi bordi? Sarangmi oyasini xotin mush kechida xulim qo'shlarni chaqirgan bo'lsanglar, ha? Ular yana nimalar deyishmaydi? Menga jarimana degan laqab nima? Osh landizlar qo'ygan emasmi? Tova, tova. Menchi qarıslar. Oxirisining qo'llarida o'ladigan o'xshayman jimo. Bir bo'lsa, qo'sg'imga meni elib jarimana deb gelimni bo'g'slar. Bir bo'lsa, tomga üst boshlarni yervaslar. Mana endi saqiyib turishlarga bugun yana jarimana deb jo'ylib vaqirab, taxtishini o'rib cho'qqilarini yerib oldilar. Meni yurgaldi qilyapti jimo. Men asla onamning uyi kessam bo'g'dak. Chidiqchidim qamadim. Xotin, xapamanglar. Men qasdan qilmadim. O'zimni uqmay qoldi ekanman. Ya men qasdan qilmasam. Xotin, men sizga bir tamballiq tava aytib beray. Bugun
Doğa işlerini hoşnu kulumlarga yaymay. Ma kut ağzınlarını azırak jigbilama. Әмсі маңа bir tamballık tava ipirli, ha? Vay, nem dedi kanda iptemin tükke. Çok kom ipirme kotun. Әмсі her bir joyligenlerde birinin ipirdiğe işleri olsa, sapay çilip, koçuk çık gittiğe işleri olsa meylikti. Sınıf olsun bulduk lan de. Ya, deymin ha emdi. Şunda. Ye. Kopa, kalacak gidiyorum sen. Etizlik çıkmam sen. Kalıdız kalacak dedi ama kotun. Yey, keçinin yakçı. Cerimane dep, keçicimini örtüp kılıvettiler. Taң-атақ yıkayım bir, közüm aran uykuğu berip dike. Nimanda kutulda vurduğandı bu adam. Hecep zeriktim. Hakla etizlik gitip oldu. Ben seni etizlik çıkmam sen davatime. Sılımıcı, etiz işlerine çıkıp bir anca-munca karşı bəsile. Kadir oldum dep, neçə yıldan beri kıldık yalanın işlerini əzalığı kıldırıp, belleri şunca ola boşap gitipti. Bay, bolu tolu kara kınmay. Çöydemle beklemem. Ben etizlikini verip arınap girey. Yürük tük başını kandak, yen koşaklan dokmini söz düşürdü ki. Kotun. Vaycan. Uy. Ağır vatamdı. Anca emas. Xotin, men xo'sh bo'la qaranglar. Kechilik kelishmaslikni bir kimga tinmoqlajim. Men sizga roman deb beraman, roman. Əmsçu cerimana deb tovla vesle. Men sizga do'st atışıp berey. Anda, Hey. Ağıyla. Her yili kumtaq su qurilishig'a emgak bordi ekanmiz. Biroq Mahmudxon boshliq bizni avatib qo'yib o'zi bormaydi ya. U bası kentin jarimanini kim yığıdı? Ağaynilar, Cermanның gipini qo'yinglar, odamning kayfini o'chirib. Aziz uka, ülüşkün etizde etkan gazilingni bir o'qiydi. Kulishsakmi dardimiz chiqadigan emasmi? Qanig'icha bir kulishmaymizmi? Ha, shunda qilinglar. Ayxan səmirib qapdı, bədəlləri liqidə. Ayxan səmirib qapdı, bədəlləri liqidə. Cirimanı tölədəb, boğiyvapsan xiqqidə. Cirimanı tölədəb, boğiyvapsan xiqqidə. Aşundaq da pistige, mini valsan bulamdı. Aşundaq da pistige, mini valsan bulamdı. Sikilekin iş bağrı, dep elimde tolmamdı. Sikilekin iş bağrı, dep elimde tolmamdı. Sikilekin iş bağrı, dep elimde tolmamdı. Güzüge
Vay taşida. Çok çırak küye çırak küye Hoca gelle vay Köpçülük turmay işini başlayla. İşleyle. Azra bunu bir yapma. Bunu erken bu yakıyla. Lan ketme yetmedi. Lan ketme yetmedi. Bana hasını kırdı. Bak lan bırak. Bunu İşte ya. İşte ya. Bana. Ya bunu. Hey. Eziz başkanı ya. Bu kenetke sayman ağıl ketken o yılgıça çakalam iki hazırlık kilo da o ana çıkılavatı da kilo ulan işte Bununla köpçüde. İşte ana. Çık bununla. Erkeğe bıyak kilo. Neymiş mi oldu? Ne kıvadın? Kile nege? Hey! Kandak nemizsen? Grup başlığı durup, dikkalar taşakıp, kettin anımızı. 20 günlük cerimani yazıp koydum Söyleyse. Belli, kent başlığı. Ben köpnün şiken dep hımpın kımıdım. Ya özümlük şahsi işini kımısam. Yani nemi cermanı permanı o? İmanın bomusu mu, insabın bolsun diyen gap var. Herkeden keş! Bu diken siyaset meclisi, siyaset diken siyaset demedi koyay. Mahmut Kınıka, özleri birer ketim cerman töle baktılı mı? Sen, Ha? ne? Başkalardan her kandak yerde cermanını yok mukamı keltirip eli verdik Allah. şu emesi Kazı mı? şu Sen de la, ot kuyruğlu kımacıma çıkmaş. Sen başkalarını kışkırtmadın mı? Siyaset dikenden mın bir putuğu var. Undakta o kent çıkarsından aldırı ki kıyır yanakını okşaydı geldi. Şunun mu putuğu köp koy ağını la? Ağıyla. Bu diye kent başlığının kaldırık yeriydi ki yanakdaki la. Zali, kent başkanı sen kıl. Sen tıkıvaşlan, ben bilen tepişkiler tepişken. Sen tıkıvaşlan, derdi de, kanarımı kalamadın ağır şey be. Kap da doktor. Limon diye. Kap doktor. Kap. Bu östanı çıkıp öptüm boldu. Bu östanı. sen biz gibi paylaştık emez mi? Birden de. Dur edemez. Açlık işte bak. Gayret kılar.
Sultan Şuje. Qandaroq? Hamtam ahvol yaxshimi? Yaxshi. Obdan to'dingmi? Yaxshi, Ahvol yaxshi. Qubdaqdan kelyaptimdiq nima? Sultan Şuje, o'zlari partiya maktabiga o'rganishni tugatib qaytib kelgan o'xshamamlar. Yo'qay. Bolaninki mijozga qo'yib qilibdi ekan. Shuning bir necha ruxsat so'rab kelgandim. Hoy, sizga nima bo'ldi? Qapoqlari qor bulutdek tutilib ketdi-ku. Hey, bu dehqon xalq degancha kichkina kunning serig'ini ko'rib, qo'liga 4 tanga kirgan kuni mashillanga minib, bo'yningga das osman dedi-ki. Endi dehqonlar bilan birini deyishib qoldikmi nima? Shu, bu haqqa kishini iqini ko'rsak bo'lmaydi. Og'ziga-chu mazmut jugan silish kerak, jugan. Bo'lmasa, mushu eziz chiqib meni xop qilib. Hozir jugan silish emas, mushu chaqichi silgan juganlarni ilib itish. Ularga maqsadni ko'tarib berdik. Ya'ni siyosat xilof siliqlarni siliversak bo'lmaydi. Ishxonda qo'yg'idagi yami qolmabdi. Hatto bug'doy, qo'noq, kigiz, jung hammasi bor. Hatto bichar dehqonlarning oshqochlaydigan sandig'ini ekvopsizlar emasmi? Men bir tim pul, bir qo'shiq osh karinda o'tib ketgan bo'lsa, ma gelimga. O'nlaq chiqsin. O'nlaq mana ma gelimga. Men silni yeb ketdi deganim emas. Bu ko'rinishga kollektiv uchunda xizmatni chin tutganda ko'rinsimi, lekin amaliyotda dehqonlarning aktivligini bo'g'ish. Emisme öktemli qilib, ularni keketigidan bo'g'ibdi-manda. Hey, bir ayroz tutib, po'xti eg'iz ochdi degan shu-da. Mantaxun. Voy. Bu odamga shuncha gap qilsammi, qilch ta'sir qilmabdi-da. O'rinsiz jarimona ham har xil seliqlarni bekor qilishni ta'kidladi. Chunki o'rinsiz jarimona va seliqlar dehqonlarga selingan bir jugan. Biz mundaq juganlarni cheqib ichishimiz kerak. Sultan Şuje, yaxshimisizlar? Yaxshimisiz, ha. Voy, siz bu Gulaysham-ku. Ha, ahvolingiz yaxshi. Yaxshi. Qo'mtaq suv qurilish maydonidan kelyapsiz nima? Ha. Aziz akamga non bilan tamoq qapirib keldim. Yuzingizni ko'rib kelgan odam xo'shumay qapoqlarimiz turilib ketibdi-ku. Voy, nima bo'ldingiz bu? Nimaga yig'laysiz? Bo'ldi, ko'nglingizni buzmang. Ha, bir ish bo'lmaganda? Bo'ldi, qapmoq. Ha, bo'ldi, yig'lamang. Juring, Ahmed, birdan bir paranglashadi. Bo'ldi, yig'lamang. Bo'ldi. Ha, makilan. Ha, men birdan paranglashlar. Yig'lamang. Ha, nima bo'ldi? Mana bu gapingiz bo'lsa, dana. İziz qilib qo'ydimi ya? Yo'q. Sultan Şuje. Bizning o'g'loqlik o'chkimizni jarimona deb aytib ketdi. Siyosat shundoq deydi. Po'q yapti. Qani men bir iniqaroq so'zlab beraman. Zodi bu ishning jarayoni qandoq? Men bir boshdan oyoq bir iniqaroq so'zlab beraman. Zod nima bo'ldi? Ma'qul. Aldırmay sözden ha. Qanday degan gap bo'lib ketdi bu deyman. Onungiz bir tul ayol tug'sa. Tamam. Bo'ldi. Sal götür, mamani götürme. Ta, götürmeyin. Tatlı. Yapamaz. Hanım Bu insafsızlar. Harvamızın.
kaldı kılın ana. Yana jarimani qo'yapti. Mening dek tul xotini qaqshatdim demsa. Zuvanın tutulup ülese ilahim. Sizlar bir tul ayol tursizlar. Nadiki jariman ekan bu? Ay şu xamanki qunaqni nemishqa so'qmiding deb olgan jarimanisi bo'lmamdi u kishining. Bu qig'ini toza yaxshi bo'lmabdi. Bo'ldi, ko'ngillarga olmasizlar. Silini tul deb har yili yoshlar kelib, yerlarni terib, sug'urib, o'tab beribsa, kanat boshlig'ining bu zodi nima qig'ini? Bu qamlashmabdi. O'tganda kelib, to'xuyimni ep ketdi. Bo'la, menga qarab turmang. Bo'la ishtek. Mana bugun kelib, o'g'loqliq o'shkamni epmangdi. Endi mening uyimning mo'risidan tutun chiqadiganqa nimam qoldi mening. Ana, bo'ldi qilin. O'zingizni bilsiz ana. Bu navbat yana kelib qolsa, bog'loqdiki, ishtonlarni qo'yib yutaman. To'xtaxun bovayning yo'g'inimi jarimani deb ep ketdi. Nima? Jarimani? Aşı namurat bovaydınmı? Tova. Bu kent başlık Rastullam jarimanı sarılmap kaptı cuma. Qindab biqna. Zada amili ahval qandaq. Hammin dana. Mahmud Xan, insaf qilsizlar. Bu yigitlar men yolboshlik bilan qo'ran saqlab qo'yganimsa. Qo'ylataymi? Bu nim qizonlari. Tova, Xudoyi. To'xtaxon, bu nima ish? Nim bo'latdi? Yana shu yuzi qilin jarimani. Sizlar degan bashti kepil oila turibsizlar. Shu emasmi? Oqshom tushib buzilib qolgan chig'i u insofsiz jarimani. To'qib po'q yemasdi kelib, ko'zga bug'doyni sug'amabsan, jarimani davatmamdi. Bu jarimaning qo'yrug'ini qachonmi qum bossa. Sultan Shuji qaytib kelmigicha dehqonlarning chirig'i o'ri ko'ymaydigan bo'ldi. Shu emasmi? Xudoyim. Qandaqmi qilamiz? Gulayshim, men qumtoq suv qurilish maydoniga mangan. Siz xotirjam bo'ling. Boshqalarmi xotirjam bo'lsin. Men bu ishlarni cho'qim pat ardidan bitirib qilaman. Sultan Shuji, sizlar balduroq qaytib kelmasizlar, biz turmushda bek qiynalib ketdik. Nima ish keldi? To'xining tuxumlarini ham qiytiq setib turmushimizni qandaydiq. Hozir sutni qiytiq qilib o'yitadigan o'g'loqliq o'chga, tuxum tug'diradigan to'xlarimiz kent tashkilida so'laqliq. Men shu bir necha kun ichida hammani aniqlab bir yo'llam hal qilib beraman. Bo'ldi. Rahmat sizlarga. Balli, izjonni ko'rib kelganimga mushta xo'shal dumay yig'lamda.
Şuntağdın yezimizga bir üstten su başlap algan bolsak, qandaq yaxshi bo'ladi ha? Yezimizning su kamchil bo'lish masalasi hal bo'lib, dehqonlarning yukimi xeli yengillashib qoldi. Elbet seyyari kalbim büyük yarışardım. Yağdı ettim yanlatem tut yağdı teşnazlardım. Eyletem tazim becamuy burcunal tülger bilen. Matulati kaptıgi ehli uyunu sağlıyor. Kançılar kıllandı evet, oğluma binna evet. Ehya eylep kimen, babam kimen, şkarini. Kançılar kıllandı evet, oğluma binna evet. Ehya eylep kimen, babam kimen, şkarini. Üzge elde, üzge dilde, tavşı eğitip tutturum. Öpüş mümkün mudur, kansız yürekler halini. Üzge elde, üzge dilde, tavşı eğitip tutturum. Öpüş mümkün mudur, kansız yürekler halini. Ha, çek. Sen geldin. Shunda bo'ldi. Olamsan mı? Rost esla og'aylar uchun rost esla. Shunda bo'lgan esla. Buni. Düşmemse? Tushime. Buna, za. Sen de baba. Mana. Ha, mana ular. Çe. Buni. Xo. Yeni baba. Tushma. Ba. Ha, sen geldi. Oltaya versen çe. Sen bağımdın. Ha, kilekler sen çe. Yana bir za. O nimanda zacak çıktı sana. Sen de baba. Ha, bak. Senin mi? Cidden ne? Pulu setip aldıgan mümicazın ba. Karab durup beşinga pit selip aldın emasmi? Voy, nima qo'qquloq? Vazifani ado qilamisak-kan, jarimonani do'qisa. Bu haltırma özünün özü. Kenet başlığı he disila. Dopsnake dese beş nekildike. Diginim doğru mu? Ha? Ha, to'g'ri. Shu, bu odam rosa yumshoq bosh. Galdı guldun nörməsinin biri. Ha, to'g'ri. Iqtisod tutgan odamning qo'lida mizon bo'ladi. Shu bundaq tuzumda yo'q narsalarni kirim qilib bo'lmaydiganligini obdan biladi. To'g'ri. Lekin saman xalqning bo'g'ini bilan samonliq o'zamning deb eli berdigan gap shundaqmi? Hammasi xato. O'rmonlarga ziyon solgan, suvni yor oldirib, ziroatlarni eqitib etgan, mahsulotni kamlatgan, umum uchun 52 kun haqsiz ishlash vazifasini ado qilmagan qatorliq o'zimiz bekitgan bir qator tuzumlarga xiloflik qilganlardan jarimani elish tamoman yo'lliq. Shu yo'lliq. Lekin hozirchi Shu. Vaqirsanmi? Yo'talsanmi? Hammasiga jarimani. Kishi qattiqroq kulishdimmi? Qo'rqadigan bo'lib qoldi desa, deginim to'g'rimi? Ha?
Ras, 2 yıldan beri dehqonlar halol əməyining ta'minini tetidi. Ammo solchilik ta'siridan qutlanmayotgan kadrlarda manfaat to'qinishi bo'layotgandir qanday? Ularda yana qandaq andishlar bordir? Dehqonlarning yo'qsizlikdan zarnishi, ochiq yosh to'kishi ular uchun o'zini ko'rsatishning birdan bir fursatimi? Ular zodi nima uchun mushunda qilishidi? Yo'q. Ularga samimiy yordam berish kerak. Açık bo'lib qoldi ekan. To'g'ridaysan. Uningdan ko'ra boshqa gaplarni qilishib. Shuni qilaylik. O'tmaydimi? Ha, ketding bo'ldi mana. Ara apne. Chala. Ağzından zahar tamsımı anlaymiz. Qandaq dedim. Ha? To'g'ri. Chalayamsa. Tam kaldığımı öyümde Cirmane almaygan Tam kaldığımı öyümde Cirmane almaygan Almansızlık alalmay Yıkıt burnun buldu kan Cirmane alalmay Yıkıt burnun buldu kan Cirmane alalmay Yıkıt burnun buldu kan Oğulip ayxanne Bergin dedin cirmane Boğulip ayxanne Bergin dedin cirmane Mumus kılmay xutunun diye Sürüdüm cirmane Mumus kılmay xutunun diye Sürüdüm cirmane Surdum cirmane Assalomu alaykum. Bayzanlar qanday ahvolinglar yaxshimi? Obdan turma. Qanday aka? Ahvollari yaxshimi? Obdan turma. Sultan Shuji, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bayzanlar. Assalomu alaykum. Yaxshi. Keling. Hut! Hut adam. Ha. Sizlar uyda yotqili, hep top qoldi qarsizlar. Men atiyozlik terilg'imi boshlandi desizlar. Bunda bir itizlar chiqib, dehqonlar nima ishlarni qilyotdi, bunda bir ko'rib, bir tekshirib kelmamlar. Mushunda kech yomonlab uyda yetaveramlar. Sizlarning nelarimi bir kanit boshlig'i? Oy, gap qatimi sizlarga. Ha, ma'qul, basan baraya. Chopini bilan amal talpigini eshitib turinglar bunlar. Ha, ma gaplar xil bo'ladi. Hozirlar chiqaydimi? Ha, mana. Kesdi. Bak, bundaqa. Mana. Siz. Qiziq odam. Mana bir. Gel. Mari be. Mahmudxon dehqonlarning Qumtog'dan qaytib kelib, atiyozlik terrorligiga jiddiy kirishib ketganligini anglab, ichi tortildi. Ham ularning qo'shal-qo'ram naqsha etib ishlashlaridan nima uchundir izzat hurmati to'kilgandek tallari so'g'oq tushirgan. Shunga u qo'saq ko'pigini chiqarib olish uchun e'tiziga qarab mangdi.
Bulamlar. Az kaldı. Hava cepsiz ketler. Kadırakon, altına kesler. Kutu, çaya götür. Hey, Selamünaleyküm kent başkanı. Bu ineklerini çetvaplığı özüm özü. Ney bak işim ağrıp kaldı dedim ko ben. Ha? Hoş. Muasıga 50 taqadın tökelemse tökememse. Özünün özü. Yoksa kıgım kemlediğinde turdu. Vay vay. Çörüsü de tökümen. Şunçilik. Ha? Onda koyuz şu 10 kilodan ak oğut koş çöçüle ha? Olmasa tağırıga 5 köyden hesaplap ceriman alım. Bu kenet başlığı bu özünün özü. Hey bol be. Bu genç siyaset. Kutuma. Ay bu Gelsin de ha. Hey. Men burun izzet hürmetlik başlık dedim. Ha? Toy toykillerde hemmisi kol koşturup bana toyunu boşatsa ligendan o çoğu hem göçtük aldımdı bulattı. Ben ligenge kol uzatmak için başkalarının kol uzatışıka haddemezdim. Hele o tang demetiklerimken hatta kiri moyuz kütlemi ben kaş götürüp karayamaydı. Mana emdilikte ağızın anısından süt ketmegen ezitlik var çıkıda bana çak kılıbazsa kandak cam olup gitti bu. Qara. Mahmenin yündü geçkini kılıdığan Mehmet'ki geçkini beni mezhiri kılıbadı da. Öz vaxtida alqanda qog'oz uchun bo'sig'idan daljimas ishda quyruq siparish berganmizmi de? Hey. Ha? Qandaroq qilyapmiz? Men buyruqqa ishda. Ha? Hatırlayacağım bu bossla kenet başlığı özünün özü. Bu burun kısmı bilen kılavetime deysiler. Hatırlayacağım bossla. Tam ne? Puxturoq edilar ya 4 kun o'rilib tushmisan. Ha? Mehmet Ilkay. Hatırlayacağım. Obdaroq edilar. Maqola. Ha. Shuni qilaver. Kenet başlığı bu encir ben tatlı pişipti sili bir yavasıla kane yavasıla ağızlarga kommedek sasla tatlıyak Ma'qulimiz yo'la ya. ben koyup bereyim Bilamiz ha. kane yavasıla Beğen'in acırken de. şaşırdın da